Şusun bilgen sizler qetik qilish usulini o'rgatib qo'yay deyman. Qetikqa ketadigan materiallar kol sütü 2 kilo süt. Sütüne amal vayjığın süt busuncumu 2 kilo süt men bilgen qilganim. 70 gram künelgi. Aldı bilen men bu sütünü qoyundim mana. Mening bir qulama ocaqqa bozib qo'yinishib başlayman. Qo'ynaganda oldidan o'sha qaynab bo'lgandan keyin sizlar ko'zda qaynagandan keyin o'tni kichik quritib 2 minutda 3 minut atrofida sütni kichik o't qo'yinib mushu seriq suvi chiqib ketmasin oldin uchun jiqroq qo'yinimiz bu sütni. Diqqat qilinglar, ma sütni musha ilashtirib turib qo'yinimiz jumu. Agar sütni qo'qiysa chatag'ma yo'qsa ma tekte tinib oldi jumu. Shuning ilashtirib turib qo'yinimiz qaynaganda ko'rishaylar. Muşu qaynagıç iyileştirimiz jumu. Qızlar qaranglar, sütni muşta qaynagandan keyin esinglarda bo'lsin 2 minutdan 3 minutgacha mushbit qaynatsanlar, ma seriq suvi ozlaydi.